Navro'z bayrami yaqinlashmoqda. Talabalarimiz bayram shukuhini qanday his qilishmoqda? Keling, ularning taassurotlari bilan qiziqib ko'ramiz. Universitetimizda ham Navro'z bayrami nishonlanadi. Xabaringiz bormi? Albatta, biz guruhimiz bilan qatnashmoqchimiz. Sumalak o'ylayotganingizda ichidan tosh chiqqanmi? Yo'q, lekin unaqasi bo'lmagan. Bayramga qanday tayyorgarlik ko'ryapsiz? Shu uyda hashar qilyapmiz, keyin esa sumalakka tayyorgarlik qilamiz. Uyda ham sumalak qilmoqchimiz shunga. Bayram shukuhi qanday o'tyapti? Bayram shukuhi juda zo'r o'tmoqda. Yaqinda universitetimizga sayl tashkil etilmoqda. 19-mart kuni bo'lib o'tadi. Sumalak sayliga qatnashmoqchimiz. Juda ham yaxshi. Navro'z bayramini qayerda nishonlashni xohlaysiz? Qishlog'imga, universitetga. Sumalakka tayyorlash jarayonida qatnashganmisiz? Yo'q, qatnashmaganman, lekin universitetda bo'ladigan sumalak sayliga qatnashmoqchiman. Sumalakka tayyorlash jarayonida qatnashganmisiz? Qatnashganman. Bu bir hafta oldin bo'lib o'tdi. O'zimiz mahallamizda yaqinlarimiz bilan narsani o'stirib, o'zimiz tashkil qildik. Navro'z nishonlashdagi eng esda qolarli onlar qaysi bo'lgan? Eng esda qolarli onlar shu sinfdoshlarimiz bilan birga to'planib sumalak pishirganimiz bo'lgan. Navro'zda do'stlaringiz yoki oila a'zolaringiz bilan qanday rejalaringiz bor? Asosan Ramazon oyi bo'lgani uchun iftorlik dasturxonni rejalashtirganmiz. Siz uchun Navro'zning ajralmas taomi qaysi? Men uchun juda ajralmas taom bu sumalak va halim bo'ladi. Buxoroning eng sevgan taomlaridan biridir. Oxirgi marta qachon sumalak yedingiz? Bir hafta oldin ham qishlog'imiz qilganlikda keltirib bergan. Navro'z bayramidagi milliy o'yinlarni bilasizmi? Ha, albatta milliy o'yinlarni bilaman. Lapar aytish, oq terakni ko'k terak. Qanday rejalaringiz bor? Oilaviy yo do'stlaringiz bilan qandaydir rejangiz bormi? Oilamiz bilan toqqa chiqmoqchimiz. Juda ham Xudo yaxshi. xohlasa. Sumalak tayyorlash jarayonida ichidan tosh chiqqanmi? Yo'q, chiqmagan. Chiqmaganmi? Yo'q. Qanday niyat qilgansiz? O'qishga kirish niyatim bo'lgan. Oxirgi marta sumalak qachon yedingiz? Oxirgi marta sumalak adashmasam o'tgan yil. Oxirgi marta sumalak ko'rayotganingizda nima niyat qilib tosh tashlagansiz? Oxirgi marta o'qishga kiray deb niyat qilgandim. Ancha yil oldi. Oxirgi marta sumalak o'ylayotganingizda nima niyat qilgansiz? O'qishga kirishni. Navro'zda o'ynaladigan milliy o'yinlarni bilasizmi? Ha, bilaman. Kurash, futbol, varrak uchirish va yana shunga o'xshagan o'yinlar. Milliy taomlarimizdan qaysi biri yoqadi? Milliy taomlarimizdan ko'k chuchvara yoqadi. Qanday rejalaringiz bor bayramda oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz bilan? Shu har doimgidek qadriyatlarimiz bo'lgan qarindoshlarni yo'qlaymiz, bir-birimizni eslaymiz, urushga yarashadi, shunaqa. Yaxshi. Oxirgi marta qachon sumalak yedingiz? O'tgan yil. O'tgan yil.